Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əfəndiminin 18 və 19 fevral günləri 59 növbətlik Münxen Xalqara Xəvfsizlik Kengeşi yığınına qatnaşışı və yığın jarayonida Angliyaning bosh vaziri Rishi Sunak, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken, Amerika Davlat Majlisining sobiq raisi Nancy Pelosi, Germaniya yezigilik ministri Cem Özdemir, Prag shahrining boshlig'i Zdeněk Hrib qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'plagan yuqori darajalik arboblar va NATO amaldorlari bilan uchrashish ilib berishi, shundaqla yig'in jarayonida Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris xonim bilan yonma-yon birga o'ltirishi, muhojiratga Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni alayda söyindirib qolmay, chet ellik kuzatuvchilarning zo'r darajada diqqatini qo'zg'agan edi. Siyasi kuzatuvchilar Dolqun İsa əfəndiminin Germaniya bosh ministri Olaf Scholz bilan Fransiya prezidenti Macronning ichilish nutqi bilan boshlangan va 100 ga yaqin davlatning vakillari, NATO amaldorlari va 40 dan ortiq davlatning prezident va bosh ministrlari bevosita kelib qatnashgan Münxen Xalqaro Xavfsizlik Kengeshi yig'iniga qatnashishini, Dunyo Uyg'ur qurultayining vakillik salohiyatining xalqaro tarafidan e'tirof qilinishining va Uyg'urlar masalasining dunyo bexatarligiga ta'sir ko'rsatayotgan xalqaroliq muhim masalalarning biriga aylanganligining ro'shan ifodasi deb qaramoqda. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi, elga to'nilgan strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim o'zining bu vaqtdagi qarashlarini o'ttirib qo'yib mundaq dedi. Bu yil ochilgan Munih xavfsizlik konferensiga Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun İsa'ni da'vat qilingan. Bu yolg'izlar Dolqun İsa'ga bergan ahamiyati va bu uningga bo'lgan ishonchlik emas, shundaqla Sharq Turkiston davosiga bergan bir ko'ngildosh yoki bu ko'ngil bo'lishninki bir shakli deb tushunsak bo'ldi. Bunda konferensiga hamma davlatning odamlarini da'vat qilmaydi. Burun Xitoyni da'vat qilmadi. 2017dan keyin qaraq da'vat qilgan bo'ldi. Misolga bu yil Rossiyani da'vat qilmadi, Ironni da'vat qilmadi, nurg'un davlatlarni da'vat qilmadi. Bu G'arb davlatlarininki tushuncha ideyasi asosida qurilgan bir konferans. Bu konferans ya'ni strategiyani belgilaydigan va strategiya asosida siyosatni, xalqaro siyosatni belgilaydigan bir yer. Bu yer muzokara va ya munozara shaklida ba'zi masalalarni talash tartib qilgandan keyin ideya jihatda bularninki o'rtaq ko'z qarashga bog'liq bo'ldi bularning qatnashuvchilarninki. Kanadadagi xalqaro xavfsizlik konferensi o harbiy jihatda muhim tarafi bor. Uningga jiq generallarga qaytilganning sababi u strategiya mutaxassislari, bu aql ambarninki a'zolari degandek. Bu Munixdagi bu konferansma harbiylar az bo'ldi, ammo siyosiyonlar ko'proq bo'ldi. Bu jihatdan degan chog'da bundan keyingi dunyoninki siyosatining qanday bo'lganligini, bo'lib xavfsizlik asosida qanday bo'lganligini muzokara qilgan bir yer. Bir konferans, bir minbar hamda. Shuningga Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi va Dunyo Uyg'ur qurultayining nomida chaqirilishi buningki tarixiy bir ahamiyati bor. Yana bir ahamiyat bo'lsa, bu Dunyo Uyg'ur qurultayini ilib berayotgan strategiya plani bor. Birinchi qadamida xalqaroviylashtirish davoni. Xalqaroviylaştırgan bir dava tug'an yerda tug'maydi, uni qo'g'dash lozim. Uni xalqaro vaziyatning o'zgarishiga qarab uni muqimlashtirish lozim. Muqimlashtirib va uni davom qildira olish lozim. Shuning bu jihatdan degan vaqtidami davoninki xalqaroviylashish va muqimlashtirish jihatdami bu yig'inga qaytilishiningki ahamiyati bor. Yani bir hikmetini desek hem de hiç bo'lmasa xalqimizga bir umid bergan bo'ladi. Bu izlayotgan xalqimizning xalqarodan ba'zi yardım, ba'zi istoqchilik, hatto destek berishini xohlaydi. Shuningga bu Dunyo Uyg'ur qurultayining bu tirishchanligi bilan hozir
Uyghur meselesi, Şarkı Türkistan meselesi yalğızla dünyanınki siyasi meselesi emas, xavfsizlik ve şundaqla bu strateji bir meselege aylanıvadıdı. Yani bir saha bolsa şu iktisadi ve ticaret. Bu sahaga Uyghur teşkilatlarının kirişi ve ondaq arılışı biraz kıyım bozma ama Amerika'nın ve bazı Avrupa devletlerinin çıkargan bazı kanunlarga qarab, yani arılışqa buludu. Şununla bu davanı halkaravileştiriş için siyasi, iktisadi, ticaret, mutabiye, xavfsizlik her sahada bunu güçlendirişqa mecbur emdi. Şununla budaki Münih konferansıga qatılışının ki bir muhim ehemmiyeti var. Merkezi İstanbul'daki Dünya Uyg'ur Qurultayı vaqtining 19 fevral o'tkazilgan 2. navbatlik umum yig'inida Abdurshid Abdulhamid apandim yana qayta Dünya Uyg'ur Qurultayı vaqtining raisligiga saylandi. Bu qatimqi saylamda yana Dilshod Barishchi apandim vaqtining muavin raisligiga, Mamtili Hafiz apandim moliya mudirligiga, Tahir Musa ve Ali Akbar Nurluq apandilar idora heyeti a'zoligiga, Abdujalil Turan apandim bosh taftishlikka, Seyfullah Pamir, Hasanjon Uyg'ur ve Sardar Sattar apandilar taftishlik saylab chiqildi. Dünya Uyg'ur Qurultayı vaqfisi 2020-yili 25 dekabr kuni Turkiyada rasmiy qonuni tasdiq bilan qurib chiqilgan edi. Dünya Uyg'ur Qurultayıning raisi Dolqin Aysa apandim bu munosabat bilan Dünya Uyg'ur Qurultayı vaqfisining raisi Abdurshid Abdulhamid apandimga yo'llagan tabriknomasida Dünya Uyg'ur Qurultayı vaqfining yangi rahbarlik heyetini tabriklaydiganligini ifoda qilish bilan birga vaqfining buningdan keyingi xizmatlarga yangi muvaffaqiyatlar tilaydiganligini bildirdi. Dünya Uyg'ur Qurultayı vaqfisining raisi Abdurshid Abdulhamid apandim istansimizning Uyg'ur ovozi suhbat programmasida qilgan so'zida Markaziy İstanbuldagi Dünya Uyg'ur Qurultayı vaqfisining qurilish jarayoni va maqsadi haqida to'xtalib, tövandikilarni bayon qilgan edi. Aldı bilen barlıq Şarkı Türkistanlıq qarindoshlarga chin ko'nglimdan salom yo'llayman va shundaqla hammasiga tindan salomat bo'lishini Janob Allohdan tilayman. Dünya Uyg'ur Qurultayı vaqtininki qurilish sababi asosli biraz evvel siz deb o'tdingiz. Dunyodagi asosli siyosiy markazlarida Dünya Uyg'ur Qurultayıninki ishxonalari va sho'balari ochildi. Türkiye bulutmu İslam dünyasida muhim o'rinda turadigan bir davlat. Keyingi vaqtda Avrupa ve Amerika qatorliq g'arb davlatlari bilan Turkiya o'rtasidagi munosabatlarninki yaxshi bo'lmasligi sababidan Turkiyaninki sharq tarafga bo'libmi işte Xitoy, Rossiya qatorliq davlatlarga yiqilishi ko'rilayotgan bir ahvol edi. Endi Dünya Uyg'ur Qurultayıninki dunyoda Sharq Turkiston asrida Qozog'istondan qolsa eng ko'p Sharq Turkistonliklar yashaydigan bir davlat bo'lgan Turkiyada ishxonasininki va yoki sho'bisininki bo'lishi bir zo'r tepilgan bir hadise idi. Bu Dünya Uyg'ur Qurultayı İcraiya Komitetininki bir necha qatimliq yig'inlarda 2019 yillarda ko'rishilgan bo'lib, eng oxiri shu 2020 yillarning boshlarida bu dernek shaklidan bo'lsin yoki vaqf shaklidan bo'lsin degan maslahatlar qilib, eng oxiri vaqf shaklida qurilish qaror qilingan bo'ldi. Chunki sho'ba qurish va yoki ayrim bir temsilchilik etish uchun buningki rasmiyatlari ko'p rasmiyat ketadi ekan. Ayrım şekilde kurulan dernek veya ki vakıf ondan tekrar asan bulur ki şunlaşka bununki vakıf şekilde kuruluşu kararlaştırılan bulup 2020 yılındaki başlarda bu karar edildi. Anlaşılan bu pandemi münasebetiyle COVID-19 dünyanın ambiyeti yamırıp gidip 7. aya gelgen vakti onunki resmi kuruluş müracaatımız ne? Türkiye'ninki mahkemeleriga qilgan bo'ldik. Oxiri 2020 yili 25 dekabr kuni rasmiy shaklda mahkamadan qurilish tasdiqi chiqqan bo'ldi va 1-oyninki 3-kuni Turkiya rasmiy gazetida e'lon qilinib, butun ommaviy jamoatchilikka e'lon qilingan bo'ldi. Endi bu süreç bir oylik e'tiroz vaqti bor deb qaralgan bo'lg'achqa 2. aygachilik bo'lgan aralıqda biz buni açıklamay asosiyatdan o'zaro bilib turdik. Buniki qurilish sababi mushu. Hamda qurilish maqsadiga kelsak, Dünya Uyg'ur Qurultayı vaqtininki maqsadi Sharq Turkistonda bo'layotgan hodisalarni butun dunyo jamoatchiligiga, axborot organlariga bildirish va u yerdagi inson haqlari yani kişilik hukuk depsendiçiliklerini, kampını ve şuna münasebetlik
barlıq hadiselerni dünya ve Türk cemaatçiligiga bildiriş maksat kılıngan. Onun sırtında Şarkı Türkistanlıklarınki özara birbirine yardımlaş muhitini texmi güçlendiriş. Hazırgachilik Şarkı Türkistan davası olsun veya ki başka teşkilatlara a'zo bulup kirmegen bir Türk'ün qarindoshlarimizni bu davanınki sepiga qatish. Onun sırtında yardımga muhtaç bo'lgan Şarkı Türkistanlık qarindoshlarımizga imkonda yer bergen ölçüde yardımcı buluş. Üniversitede okuyatkan o'quvchilarimizga imkonlarimiz yer bergen ölçüde o'qish yardım puli ta'sis qilish ve shunga o'xshash har xil ijtimoiy taratqulardan foydalanib Şarkı Türkistan meselesini anlatish. Ondan keyin kitap, jurnal, hujjatli film qatorliq har xil sohalarda Şarkı Türkistan'da tanıtış. Muşu sahanı öz içi alan barlıq işlerini Türkiye'deki veya chet eldeki münasebetlik teşkilatlar, şahslar bilen hemkarlık işide elip beriş. Vakıfınınki asaslık məqsidi kuruluş jarayoni ve kuruluş məqsidi muşu. 14 fevral başlanğan Yaponiya ziyaretinden keyin Tayvanga yetip kelgen Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın reisi Roshan Abbas, Uyghur Tədqiqat Mərkəzinin müdiri Abdülhakim İdrislar, 20 fevral günü Tayvan Parlamenti Kişilik Hüquq Komitetining baş katibi, 1989 yıldaki Tiananmen O'quvchilar Hareketining rehberi Örkeş Dövlet Efendimning hamrohligida Tayvan parlamentini ziyorat qilib, Tayvan Parlamenti Kişilik Hüquq Komitetining reisi Chen Juyan, Tayvan prezidentlik ishxonasining bayonotchisi Kolas ve bir qism parlament a'zolari bilan ko'rishib, Sharq Turkiston ve Uyghur meselesi haqida maxsus suhbat ilib bordi. 21 fevral günü Roshan Abbas xonim ve Abdülhakim İdrislar yani Örkeş Dövlet Efendimning hamrohligida Tayvan Sharq Turkiston jamiyati bilan birga Tayvan parlamentida maxsus axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Sharq Turkiston ve Uyg'urlarning navbatdagi yangi vaziyati, Uyg'ur meselesining xalqaroliq yuzlanishi haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Axborot e'lon qilish yig'iniga Tayvan parlamentining a'zolari, har soat zotlari ve jurnalistlardan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Roshan Abbas xonimning Tayvan parlamentida bergan inglizcha dokladini Örkeş Dövlet Efendim shaxsan xitoychaga tarjim qilib berdi. Roshan Abbas xonim axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zida Xitoyning Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik uzilmay davomlashmoqda. Yüz minglagan mahbuslarning ayollari, och singillari ve onalari xo'rlanmoqda, bosqinchilik uchirmoqda ve majburiy tug'mas qilinmoqda. Ularning bolalari davlatning yotoqliq maktablariga o'rinlashtirilib, majburiy assimilyatsiya qilinmoqda deb ko'rsatdi. Va Tayvanni o'z ichiga olgan dunyo davlatlarini hozirmi ham lagerlarda azob chekayotgan millionlagan insonlarni qutqizib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.